Koreyadagilar uchun bojxona kodini olishni o'rgataman. Bu uchun biz shu saytga kiramiz. Keyin bizda bunaqa oyna chiqmaydi kirgan paytda, hozir menda chiqib qolyapti. Shunaqa joy chiqadi. Agar siz yangi endi birinchi marta olmoqchi bo'lsangiz, shunga kirasiz. Agar oldingizda kod bor, lekin esdan chiqargan bo'lsangiz, mana bunga kirasiz. Keyin kiramiz yangisiga. Yangiga kirgandan keyin telefoningiz, telefon raqamingiz ID kartaga olingan bo'lishi kerak. Bo'lmasa, kodni ola olmaysiz. Telefonni bosamiz, belgilaymiz. Ism ID kartadagidek ism yoziladi. To'liq ID kartada qanaqa yozilgan bo'lsa, shunaqa yozish kerak. Katta harf bo'lsa, katta harf, kichkina bo'lsa, kichkina. Keyin ID karta nomeri, oldin yilimiz, oy, tug'ilgan kunimiz yozilib, keyingi raqami bor-ku, o'sha yoziladi. Undan keyin 1 2 3 bu 4-chi. Shu sonni bu yerga yozish kerak. 8 5 4 1 4 deb yozgandan keyin hozir men ham yozay. Mana yozdim. Keyin shilmyongni bosish kerak. Men oldin olganim uchun menda nima bo'lyapti? Endi telefon raqamini yozish kerak bu yerga. Telefon raqamini yozgandan keyin shuni bosish kerak. Okay. Keyin kod keladi. Kodni kiritamiz. Keldi 98 22 65. Loginni bosamiz. Inject yozsimnida. Okay. Mana meni kodimni chiqarib berdi.